Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan Suha Let's Play kanali. Akalar, bugungi video rolikimizda sizlar bilan birgalikda Gun Simulator o'yinini o'ynab maza qilib dam olamiz. Xo'sh akalar, video boshlanishidan oldin esa like bosib, kanalchalarga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bizning Instagram va Twitter sahifamizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Opa, ko'zim yaxshi ko'rindi. Sahifalarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Uning silkalari video ostida. Hey. Kelishuvlarning yangi orujalar keldi. Brat, kelin yangicha. Yana 3 korobka yangicha. Onasini ham ma'murdan zakaz qilgandim oldingi videoda. Nimaga mana bu keldi? Shunga qolib berib kallam ishlamayapti. Polni sotib olsin. Brat, urush boshlamoqchimiz. Kim bilan ayting? Yetkazib beruvchiman-da, aka, endi u yetkazib berib turishim kerak-ku. Xo'sh, $900, opa, $900. Ko'ryapsizlarmi, o'zi 2000, 6 tasi $2000 ishlab beryapti. Xo'sh. Blik. Yo'qol. Unasini imsin. Turishchazin ko'rdingmi? Yo. Otarma. Black. Opa, ko'zida qisib turasiz, endi hozir men keldim opa. Sizdan mijozni kutirish. Jalka emas. $300. Brat, suring yoqmayapti. O'zi yoqmayapti. O'zi brat bitta olib ketganda mana bu opa ham. Opa. Mayli akalar, aynimaymiz. $1 tashab ketsa ham bo'lasiz, opa. Yo'q, olib ketish kerak ayni. $1 ham pul deyapsiz. To'g'ri akalar, pul, lekin $1. Lekin bu opalar uchun pul emas-da. Aynimaymiz. $600. $15. Bemalol o'tib ketar ekanmiz. $4000. Ayt, 4700 qilib qo'yamiz soqqani. Valla opa, ketavering, boshqa qolmadi. Close. Yangi narsalar zakaz. Qaranglar. Bizga bu pistikchalardan foyda yo'q. Ikkita shundan zakaz berdik, yana ikkita shundan zakaz berib, mana bundan bitta zakaz. To'xtanglar. Qaranglar. 4 ta bundan 1 2 3 4. Dahshat bo'ldi. Bitta bundan bergandan keyin 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Ketdi. Mana juda ko'p narsa zakaz berdik akalar, bu juda ko'p. Qolib bosmay turamiz. Bu pul qo'shib beradi, ko'proq soqqa ketirishga yordam beradigan narsa. Tushunib oling. Hozir bizda arujalar ularni birlashtirib tiqib olishimiz kerak. Juda ko'p o'q aytganmiz. Yaxshi, bu safargi soqqamiz kamida bir 5000 dan o'tadi. Qaranglar akalar, o'zi qaranglar, uzoqdan qilib o'rashamiz, qaranglar. O'zi mana 6 tasi 2000 dan o'tib ketibdi. Tushunasizlarmi? 2000 dan o'tib ketibdi. 2000 dan o'tgandan keyin o'tmasam, bu dahshat foydada. Foydasida bizda tezroq kesadi mana bular. U mana nima keldi? Aruja kelibdi. Sifrini bosib o'ramiz akalar, bilmasa hozir qo'yib bermay.
Nimaga shu mana bu yerga turgan narsa o'rtadan chiqib qoladi, tepadan, eng tepadan plak degan narsa chiqib qoladi. Telepar berida egar. Shamol. Onangni nimaga olib kelmamni? Yuragim telepar bo'lsa. Bulut. Boshimga tegar. Qirda qanotin gazar. Qirdaqlidan nazar. Men qirlarda yugursam, dunyoni, olamni shamol bosar. Oh, akalar. Ovozni qaranglar, ovozida dard bor bu ovoz. O'zim qo'shiq aytsam qardim, o'zim yig'lar ekan, adat chiqarganman. Dum 600. Qaranglar. O'zi 600 da, 600 bo'da o'zi. Endi polni sotib olaylik. Na 1200 bu. Şu 1200. Da 2000 emas ekan, pashta $200. Короче 1800 bor ekan. Biz hozir yaxshi, unda ham 200 foydada biza. Zato zararda emasmiz-da, shunisiga shukr. Zararda biza yuribdik hozir. Yo'q, $900 chiqdi ekan. Yer yurasizlar. Open. Bu sotib bo'ldimi? Pastdan chiqadimi deb men pastni bo'lsa aytaman qachondan beri ot oregani bo'lsa. Böyle. Shutadan-da o'zini pisliklar. Lekin pisliklar ko'p, lekin qimmat. Arujalar arzon, lekin kam. Zato lekin foyda bor. O'zimizda qoplaydigan darajada foyda emas, lekin bor. Nima, o'tadigan nemisimdan chiqib qo'y. Lekin oddiy mayda chuydan mahsulotlar bilan bulardan zo'r foyda keladi har doim. Ko'p bo'ladi. Qanchadir foyda sotasizlar, ko'p bo'lgan zato ko'p bo'lsa ham sizlar o'sha bitta donasini kattaroq narsadan sotasizlar-da, tushunamsizlarmi? Masalan, korobkasi $39 olamiz, qanchadirdan sotamiz ichidagi. O'ndanmi shuni sotamiz. Birat bu qimmatbaho xorij, shuni tushunyapsizmi? Bu qimmatbaholigi uchun ko'proq olish kerak, uni qimmatbaholigi. Kam olib bo'lmaydi akalar, sizlar shuni unutmanglar. Qaranglar, ona opa, qaranglar. Opa. Tekinga beraverasizmi? Shalkada. Sigma akalar, Sigma. Hozir ya kel. Ajaq qo'yib qo'yamiz. $100. Ajaq qo'yib qo'yamiz. Onasini ham. Bo'lmasa akalar qo'yib bo'lmaydi, ko'ryapsizlar-ku. Bo'lmasa qo'yardim. Onasini ham. Voy, onasini ham 1 minutda ya, 1 minutda. Voy Dani, bu buni menga hech kim bermaydi mana bu nima edi? Qani edi u? Stop. Bank. Mana bunaqa narsani hech kim menga bermaydi, shuni tushunmaydimi? Uyimda mana bitta qator. Onasini ham. Yop mana. Shuncha narsa tepadan bekor emas ekan. Men qan bittasini necha to'nadan sotasiz mana shuni? Chunki bir pachkasini men $30 dan olaman.
$10 dan qaranglar. 39 dan mı olaman? Bu yerda ne ishda bu? Bu yerda kamida hozir sanaymiz akalar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta. $120 bor degani. Buni yopdim degani. Yopib 3 tasini olishga yopdim degani. O'zi yana yog'iladi deb adam o'tdi. Yomg'ir bo'lib yog'iladi hozir qarab turing. Böyle hammasini olib qo'ydik. Oti bor buni. Ketdik. Bunisini ham ol. Arzonmi olib tashlayveraman bu safar ana shunaqa narsa. Chunki foydasi zo'rda. Bitta nimadan bitta shu narsalardan mana bitta korobkadan $120. Bu yerda hozircha 6 ta. 6 ta korobka. Bitta arzon pul chiqadi qay shuncha narsadan. Chiqmasa ham bo'lmaydi. Rona qilib taxlangan ekanda. Hozir bum. Ketdi. Aytdim-ku yog'iladi. Yana nima kelyapti? Boshqa hech narsa zakaz bermayapman shu o'qlardan tashqari. Shapka zakaz bergandim. Deyishda ham yo'q. Bu ko'proq ekan bu o'qlar. Faqat toshish bilan shug'ullanaman deyman bugun. Yaxshi akalar. Hozircha normal. Keyin akalar yangilik aytishimiz chiqib ketdi. Ertaga sizlarga itvatchaman degan video taxlamoqchi edim, yo'q taxlamagan. Nimaga desalar, chunki erta PUBG Mobile Lite o'ynaymiz. PUBG Lite. PUBG Lite chiqsa, inning kuni ekan, devona video. Minecraftdan akalar. Video. Zo'r video. Yoqadi degan umiddaman. Yoqmasa ham bo'lmaydi lekin akalar u video. Bizga o'z karobka kerak emas. U karobka mana shu chetlarga olib tashlasak ham bo'ladi. Ko'chani raso qilmang deyapsiz, to'g'ri lekin akalar, shu ham bu. Keyin klientlar kelmay qolishi mumkin. Biroq uyqolmaysizmi? Ovchilikka o'q kerak-ku. Voy-da, ne shuncha narsa olamanmi? Mana miyam yo'qda akalar, buncha narsa, buncha vaqt kirib, tezroq kirib tashlaymanmi deb turaman. Mana. Bu yerda ham bir 4-5 ta korobka bo'ldi. Yana o'q-da, shunaqa o'q. Close. Shapka. Adashmasam bu. Shapkaning narxi qo'yilgan. $25. Yaxshi. Endi mana shu yerda qanaqa o'q bo'lsa ham farqi yo'q, bosib tashlayveramiz. Chunki o'zi kam joy qoldi, bu hammasi yetmasa kerak o'sha yerdagi hamma nimaga. Xudo shukr, 3 ta qilib o'rgan ekanim. To'g'ri o'rgan ekanim akalar, ko'rdingizlarmi? Sizlar xato o'rgansizlar dedingizlar menga. Shapka ham 9 ta bo'lar ekan. 9 ta $25 yaxshi. Narxi zo'r. Xo'sh. 2 qatorgina joycha qoldi. Va 2 ta korobka. Yana 2 ta korobka qolib ketadi.
Bu yaxshi. Buna qo'y ham chiqarkanki onasini emsin. Mana shuncha, mana tarafli to'lli. Nasib bo'lsa bo'yib ketsa yana pisliklar, mistiklar, hamma narsa to'lib ketadi. Men gapimga javob beraman. Yaxshi. Va ertasi kunga ketdi. Endi 6 PM AM ekan. AM akalar, AM. U to'liq o'qilmaydi. AM deb o'qiladi. Sizlar nega o'qimaylar uni? Hozir men polli mana shu narsani sotamanmi buguni bilan? Voy, onasini emsan. Yo'q akalar. Hi. Sen quloqni yebsan, Suqrobjon deganda gapiramizda. Ana. Ko'ribsizlarmi 4 tasi? Yo'lla. Ikkita 4 ta. Hisoblab ko'ringlar akalar. $909 qoladi. Bu haqiqiy fantastika. Bizlar zo'r soqqada biz. Ona ayni magar magazinni nima ochmadim mana. Garabkala turibdi. Sen orzingga ishon, baxtingga ishon, hammasi qo'lingda bo'ladi ishon. Xo'sh, bugungi savdomiz dahshat o'tadi degan umiddamiz, chunki bugungi savdomizda magazinimiz to'la. Shu narsani to'tinglar, kelishib olaylik. Qaranglar. Rostdan ham aka, lekin foydada biza. Mening ko'nglim senda. Seniki qayerda? Oppa. To'g'ri opa, buncha o'q kerak bo'ladi. Ayniqsa sizdagilarga. Bugun bitta obunachimizni qiziqarli savol tushgandi. Shu kun endi esimga kelib ketdi. Gun simulatorni olmishga tig'sa apalaga qurol nima kerak degandi. Men bunga javob beraman. Olmishga tig'sa apalaga qurol nima kerak aytaymi? Endi pulni bermasa tahdid qiladi-da, tahdid pulimni ber deydi. Yana sizlar neta tushunmaylar, hozir pulimni bermasa degan. Masalan, magazinga kirgan vaqtda opa o'tirgan bo'lsa, magazinda shunday narsani olib pul bermayman degan vaqtda shunday pistalib turadi-da opa. Sizlar neta tushunmaylarmi? Quloqim ichida. Voh. Shu brat. Shu opani qay narxasini beramiz-da, o'rdagi narsalarni olib kelishimiz kerak. Oppa, yuraksiz, buchkasiz, o'pkasiz, qopkasiz. Xo'sh. Arujala keldi, avtomat, militsiyalarga sotamiz. Brat, sabr qilasiz. Yaxshi, soqqa bor. Endi navbat klientlarni jo'nat. Oho, brat, armiyaga ketyapsizmi deyman, armiyaga ketyapti bu brat javob. Sizda yoshingizga armiyaga sal qiyin emasmi? Akani yoshiga qaranglar. $623, opa, $77 qaytarishim kerak. Böyle opa suring. $15. $13. Yaxshi aka, nima ko'ryapsan? Biz 2000 ga chiqib oldik. $8 qaytarishim kerak. To'g'ri, qaytardim mana brat. Yaxshi, hozircha men
Juda ko'p narsamiz turibdi. Просто shapkalar kamligi uchun shapkalar tez ketyapti. Benim ko'nglim, xayolim senda faqat. Nimalar deyapman akalar? U issiq ta'sir qilyapti menga. Biz Navoiylik biz akalar, Navoiylik. Navoiylik bo'lganligimiz uchun bizda judalar issiq. 13 dollar. 323 dollar. 12 dollar izdach qaytarishim kerak emas. O'sh 4 sekunddan keyin 2 1 0. Tush. Qoch hammang. Vosh. Opalar biratlar kutasizlar. Chunki men muhim ish bilan bandman hozir. Ya akalar sizlar aytmayman yana. Vosh. Arkay zadni. Voh. O'tirat yamonova. Inkubatordan chiqqan juda o'xshab turibdi. Yo, onasini yemsin, brat. Mak bo'ldi akalar. U brat tog'ani, u brat rostdan urush qilmoqchi bo'libdi kimdir bilan. Vosh. Oke, oba ketavering. Ko'ribsizlar akalar, mana yanta 4 shu qanchadir pul bor edi. Xola, mana arjalar olishga ketgandi. Bu arjalar turibdi ham. Bemalol 6000 dollargacha chiqarib olamiz. U easy. Ye onasini yemsa, bitta qaytmayganda, bitta dollar qaytmaydi. Уже 5000 dollarga chiqdik-da akalar. $10. Bugun faqat savdoda bo'ldi akalar. Kecha faqat ishlaydik. Joy narsalarni joylashtir, unaqa. Aka shu ikkita qoldi ekani olib ketsangiz, sizdan zo'r yo'q odam yo'q. Aka, sizdan zo'r odam bor ekan. Okey, lekin shu o'qidi-da. Biroq boshqacha o'q olganiga hayron qoldim. Mana sariq o'q. Ana shu arjani o'qi. Men javob. Yo, bu pistolet o'qi. 6400. Opaga $1 ko'p ham beraverasdim, lekin o'yin qo'ymaydi unga. $25 izdach qaytardim, opajon. Mayli akalar, aynimaymiz. Xayollarimdasan, kechalari xo'rlarinda yalaman. Men seni sevaman. Opa, sizga aytmayman, qo'ymang yana. Opa, xursand hozir. Bu menga aytdi deb. Men akalar, hech kimni sevmayman. Men Sigmaman. Sigma.
Opa qani olis savolda. Qaranglar mana eng pastga qizil o'q turibdi-da. Opa o'sha o'qni egilmasdan turib oldi, gap yo'q lekin opa biz yo'q ko'rmay qoldik egilganini opa. Tepada sariq o'q turibdi. Dedi, sariq o'q turibdi. Tepada pastda eng pastda qizil o'q. Gap yo'q lekin opa. Opa chaqqon ekan. Davay kellaringu. O'tiramanmi? O mana brat bor ekan, brat bor ekansiz. Yo'q, brat. Brat siz qoldingizmi? Keling. Biz ko'ryapsizlarmi? Ish vaqtimiz tugal, lekin bratlarga baribir narsa beramiz. Xo'sh akalar, bugungi videorolik albatta shulardan iborat edi. Agarda videochamiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalchalarga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyin bizning Telegram, Instagram va Twitch kanallarimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Video ostida silka turibdi. O'tib obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar.